Kolonkani qo'ydik. Yaxshilab chotka qilib, remont qilib, biz o'zim tayinlaymiz. Cobalt hadovoy pirdoklari bilan qilib qo'ydik uni ham o'zim tayinlab. Cobaltini qilganimizda Gentra chakalar xafa bo'lib qolishdi. Gentra chakalar uchun ham maxsus bitta nabor qo'yganmiz akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p. Gentra naborimizda eng full oxirgi pozitsiyasi bo'ladi akalar. 4-chi pozitsiyali lukli varianti bo'ladi. Xo'p, bularga qilingan ishlar 0 dan 100 gacha hadovoylarni qilib berdik akalar. Rulay kolonkalari eng oxirgi variantda remont bo'ldi, plus kristavinalari bilan. Xo'p. Sanli blok, mushtum, chashka, oldi amorzatorlargacha almashtirib berdik. Stabilizator rezinkasi, stabilizator tiyagasi, hamma narsasi, arqa shtangalarni ham komplekt almashtirib berdik akalar. Xullas akalar, ko'ringlar, bizning mehnatimiz yoqqan bo'lsa, bitta like, bitta podpiskani bosib qo'yamiz. Biz yo'qotib qo'ymaslik uchun ham bitta podpiska tashab qo'ying. Bu videoda Zeboda ishlaydigan telefonchi akalar uchun, Zeboda ishlaydigan, Zebo magazinda savdo qilingan akalarga tashib qo'yamiz. Bu Zeboda ishlaydigan akamizdan kelishadi. Nomerlarni olib qo'ying. Xuddi shu naborda sizlarga ham qilib beramiz akalar.